Navbatdagi manzilimiz Qo'qon shahrining qadimiy juma bozori deb ataladi. Haftaning har juma kuni bu yerda noodatiy bozor bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi fayz, bu yerdagi baraka juda ham o'zgacha. Samimiylik bilan xizmatda turgan sotuvchilar va xaridorlar ham xuddi shu yerda aks ettirilgan. Juma bozorida ro'zg'oringiz uchun kerak bo'lgan mevalar, poliz ekinlar, sut mahsulotlari, sabzavotlar va ziravorlar ham bor ekan. Juma bozori haftaning har juma kunida tongi soat 6:00 dan 12:00 gacha bo'lib o'tadi. Qo'qonni juma bozori haqida siz nima deysiz? Kommentariyada yozib keting. Balki keyingi safar siz aytgan joyga borib qolishim mumkin. Like bosib qo'ysangiz shunda bilamanki, sizga Qo'qonni yana boshqa bozorlarni ham ko'rsatish kerak.